Bununla tuş ko'rsatadigan bek. Shodinda nim qilyapsan? Meni prənik yedavatam, sen əmsi tüzüt qılmadı. Ben sana pranik yedirmedim. Ben tükürüvatkan turkan meni uygun ettin bu atasımı bir. Bunu da öğretirip mi çüşkögül bulamda? Şundaq buçu, uxlamay turib mu tuş ko'rsatadigan bek. O əməliyyatdakı işini adamның tushida boshqacha ahvolda Bu ko'rsatadi. bek yaxshikan. Mening bir tatlıq çüşkögüm bor. Ha? Mushuni kaysiz bulamda? Lekin avval tushunning mazmunini tanishing kerak. Nima? Bizning uy nimanda qo'nirab ketgandi. Oyjon, bizning oilamiz bek namoratgan. Dadam işsiz kaldı. Apam ağırıp kalıp orun tutup yitip kaldı. Bek için işler nimişki bundak buludu. Bayağı ihtiyat qılma içini tutuşunu görübsən. Sarsılı amal yok. Taşıyor. Taşıyor. Apa siz yerili yitivelim apa. Dadan seni men bilan kart oynam dekendeydi. Dadana ehtiyat qilmay mashin saqay tutdi. Dada! Nim bo'ldi Taşıyor? Dada! Nimişki bizni tashlab qo'yib shundaqlar etib ketsin. Dada! Dada bizni tashlab ketma. Ne oldu? Bundaq shun gaplarni qilg'uchi bo'lma, uqdingmi? Bay sana degandim bu. Avval yaxshi tushlarni tanlab bo'lgandan keyin buni kiysang bo'ladi. Sening qandaq tush ko'yging bor? To'g'ri jang hikoyasini tanlay. Yo'q, bu bo'lmag'idek romantik muhabbet tush kerak. Yo'q, men degan o'g'il bola texim yaxshiroq tush kerak. O'g'il bola bo'lgandan keyin tezroq qaror chiqarmamsan. Topdim. Xatarlik tush kerak. Xatarlik tush? Kelish maydonida men G'alit Maqsud bilan elishay. Ondan uni yiqitay. Bir to'p kishilar meni ziyorat qilsin. Qandoq deysan? Ha? Taliping nimandaq ko'p. Andig'i bo'lganda? Bu yer bek qo'rqinchlikan-ku. Mushunda qo'rqinchli yerda mashina ishtim bilan yolg'iz ikkimiz ekanmiz. Men ishdamas, men hayot kuchi urg'ib turgan chodingdan. Men obdanroq qarab baqa. Nima qilg'ini bu? Meni bu yerga yolg'iz tashlab ketdi-ku. U bek oshiribdi. Garchi o'zim yolg'iz qolgan bo'lsam-mu, jondek og'rib ketdi. Oldimda nurg'un xatar bo'lsa-mu, men hargiz qo'rqib qolmayman. Olg'a, to'xtamay olg'a. U yerda azaldan ko'rib baxmagan narsalar turdi-ku. U maxluqlar kendimden hücum qilmasin, ulardan pahas bo'lay. Hey, nim bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Endi bu sehrli joyga ishqillab kirdigan bo'ldim. Hey Şakçık, bunundakin dikkat qil, ha, uqdingmi? U yerdan oxiri qutuldim. Kekaga o'xshamadi. Qochib ketdi-ku. Olvoslar kepinak bilan o'ynayapti-da. Hay, men bilan o'ynaymi? Mushuni kepinak tutamdim. Nimandoq tez. Olvos ekan-ku. Taşın yol mangaş tush ko'rvatam deganda uningdan ansirab qoldim. Taşın. Ular osmonda uchalaydigan dengiz yusin ekan-ku. Ular yig'layotdi. Bo'yni jip bilan bog'lab qilgan emasmi? Olvoslar ularni tutyapti. Yaxshi sizlarga yordam qilay, ya. Olvoslar, diqqat qilinglar. Tezdan ularni qo'yib yetinglar, bo'lmaydigan bo'lsa. Nima? Taşın degan so'ltak ajabmi qo'rqmas bo'lib ketibdi. Men degan adolatni qo'g'dug'uchi. O'tib bora, neri? O ablah. Başka kadar yuluqdi. O'ylig'inimdek bo'pti. Qo'lingni tat, to'xta.
Mashina ish. Oxir egani qutuldirib kelibsan. Buni anglasam achchig'im keladi. Endi tushdan uyg'ongan bo'lamdi. Yo'q, bu tushni davomli ko'rishim kerak. Eng oxirgi nishondagi boylikni tex topmadim. U boylikni qo'lga tushirmaguncha men bu tushdan hargiz uyg'onmayman. Tazimi bir. Xazin topadigan ishni sen turab tepishing kerak. Bu ishni deganim faqatli yodimda yo'q bu. Mo'sha atrofdamidi. Yaxshi, yaxshi qilding. Gurjakni ola. Bula. Bo'ladi, ala. 10 yil chiqsa yaxshi bo'ladi-ku. Meni oldig'icha bo'lma. Hey, Shodindang, yaxshimisan? Tag'a vaqtida keldingiz. Yangi yilingizga muborak bo'lsin, texmi ro'naq teping. Senmi ro'naq topqin? Yangi yilingizga muborak bo'lsin, texmi ro'naq teping. Yangi yilingga muborak bo'lsin, Shodindang. Tozimi bir. Bundaq chog'da yetlik bermamsiz. To'g'ri, yetlik kechirgin, unutib qolg'ili tasliq qopdiman. Kechirgin. Buni ola. Rahmat sizga. Tashing bu yoqqa qara. Topdim. Necha ming yilga yaraydi. Bak yaxshi bo'ldi. Nima? O'rin ming yinkan-ku. O'tinib qilaysan, tushing bilan reallikni aralashtirib etma. Uy yetkash. Astroq. Hey. Nimani? Asta. Bugun uy ko'chadiganlar bek ko'pkan. Shu emasmi? Uzoqqa qolmaydi, bizmi uy ko'chimiz, kinoxonaning qishig'i ko'chimiz. Buni deyken keyin eshik bilan kirib haqsiz kino ko'rdigan bo'ldim. Burun qo'yimiz Dumlotni top maydonining qishidibdi. Bek ko'ngillik. Sizlar shundoqcha uy ko'chdinglarmi? Nima ish ko'chsizlar? Ko'chdim ko'chadigan qo'roning ichi bek chiroyli. Ko'chib turmasa muhit almashtirib bo'lmaydi. Azaldan uy ko'chib boqmagan. Bizmi shu? Opa, bizmi bir haqiqatan bo'lsin uy ko'chib boqsaq bo'lmamdi, shunday qilsak muhit almashtirib bo'ladi. Nimanda qilaymagan gaplarni qilasan? Tezkor topshirig'ini ishlab, bo'lmasa senga tatliq turim bermayman. Angladingmi? Men ishlay. Qalaymagan gap qilib yana opamdan tilishitdingmi? Angladingmi? Biroq deganlarim xato emas-ku. Buning foydasi bo'ladi. Yangi uy, yangi ujra, yangi qo'shnilar. Bundaq bo'lsa bek yaxshi emasmi? Deganing-ku to'g'ri. Yangi bolalar bilan tunish yaxshi. Yangi tutilib yursan-ku, Stasyon, men sening fikringni qo'llayman. Mening uy ko'chib kayfiyatni o'zgartib boqim kelyotidi. Shundaqmi? Buning bilan sinab boqayli. Uy ko'chirish uskunasi. Buning bilan uyni ko'shkimiz bor joyga ko'chirib boqil bo'ladi. Stasyon, buningga qarab boq. Bu uy uchib o'tgan joylar. Hozir maktabning ustiga keldi. Sening nega ko'chib boqing bor? Kinoxonaning qishig'i. Kinoxonaning qishida bo'sh o'rin bor ekan. Uyni shu yerga ko'chirib boraylik. Shundaqmi? Avval bu model uyni yerga qo'yamiz. Model uyning ichida o'zligidan tanishiladigan qurilmalar bor. Shuni bu knopkani bossaqla ko'chib boramiz. Keçib keldik. Rostmi? Uyimizning yon tarafida rostli kinoxona bor ekan. Qanday qiziqarliqmikan? Shodindang, haqsiz kino ko'rib chiqib bo'larmikan? Men chiqib so'rab boqay. Yo'q, bo'lmaydi xonim. Chunki keyin bu yana mashina to'xtatish maydoni qilimiz anglayotamsiz. Nima da'vatsiz? Tushunmadim-ku. Men demakchi, sizlar xohlagancha boshqalarning yeriga uy serib olsanglar bo'lmaydi. Nima da'vatsiz? Uyimiz burundilmish yerda tursa. Siz bak yo'lsizkansiz. Xonim, gap tushunamsiz yo'q? Biz bu yana mashina to'xtatish maydoni qilimiz, Yo'lsizlikni siz qilyapsiz. Bizning uyimiz azaldilmish yerda tursa. Unda siz chiqib qarab beqing. Chiqinglar. Bo'ladi. Chiqsam chiqdim. Qarang, bu kinoxonaning qishidagi bo'sh joy. Uy.
Kechiring xonim. Hemen xatalashibman. Kechiring. Sat bo'pti, kechiring, ha. Bunda qamlashmagan odam bu. Herhalde çatak çıkmadı ya. Onundan yaxshiroq joy bormidi? Türlük mallar şirketinin üzüsü bulamdı. Cho'qim ko'ngillik bo'ladi, shu yerga boraylik. Qara bakayçı. Oyuncak satıdığın yerge berip körüp geleyli. Kim o? Nemiş o'g'irlik chiqaraysizlar, ha? Ko'rdimmi ben? Uyimga xoligancha kirganini qara. G'ali tishqo bu. Birasining soyisi ko'rinmaydi-ku. Bo'lmadi. Uy ko'chmak nimandaq tez. Neydi bozak bola? Bo'lmasa yiroq tog' orasiga ko'chib ketaylik. Umu boğudak. O yerda cho'qim hech qandaq uy yo'q. Mushay ko'chaylik. Ko'chdim. Nima degan yaxshi tog'liqkan ku. Endi sirtqa chiqib o'ynab kirayli, ha? Bu yerda vaqirab o'ynasaqmi, biroz kelib bizni tillamaydi. Nimandaq varanchiron qilasizlar? Qo'shinlarga daxl qilmanglar. Biz kelib ichga kirib o'ynayli, ha? Oy, kechib ketibdi-ku. Tezdan tomoq etay. Bugun nima tomoq qilsam bo'la? Turib bilan so'ng piyoz, baranga, go'sht, yana sho'rb qilay. Mushni assam bo'la. Mushni assam bo'larmi? Kallam ajab ilishib ketdi-ku. Oy, bu qayerda? Pek ko'ngillik o'ynadik. Rastli ko'ngillik o'ynadik. Sal turib asliga joyimizga qaytamiz. Bu yerga yana keyin kelayli. G'alatish, opanglar ko'rinmaydi-ku. Qusug'im yetib ketdi. Bozorda qayerda? Nafsi tavag'il chiqib nemishqa bunday yerga kelib qoldi. Dashung, biz diqqat qilmay opamni taqqa tashlab qo'ymagandimiz. Bu cho'qim Dashung bilan Shodindaning qilgan ishi. Men uyga qaytaman. Ta'sirlantirish mikrofoni. Nima bo'ldi Dashung? Texicha uyga qaytmabsan-ku. Muallim, men bu qatimqi imtihonda yana 0 olibdiman. Shundaqmi? Imtihondan 0 elish haqiqatan qamlashmagan ish. Biroq o'tib ketgan xatolik uchun ko'ngilni yerim qilib o'tirganning foydasi yo'q. Dashung o'ylab baqdingmi? Odamlarning ko'zi nimishqa oldida bo'ladi. Chunki odamlar to'xtamasdan olg'a ilgirlash uchun keyniga qaramaslik kerak. Chunki u ishlarning hammasi o'tib ketgan. Uqdim muallim. Muallim xo'sh. Odamlarning ko'zi nimishqa oldida bo'ladi. Bu so'z bek ma'nlikkan. Odamni bek ta'sirlantirdikan. Unutib qolmasda bu gaplarni boshqalarga bir deb beraychi. Ularni ta'sirlantirib etay. Ular dal vaqtida keldi. Hay Jinshang, sizga deydigan gapim bor. Bu so'z bek ta'sirliksiz cho'qim yoqtirib qolasiz. Nima gap Tashiq? Ko'z nimishqa oldi tarafda bo'ladi bilamsiz. Albatta narsalarni ko'rish uchun-da ko'z kayinda bo'z chash to'zlanmamdi. Shunimi bilmaysiz? Jinshang demakchi bo'g'inim undoq emas. Jinshang gapimni anglasangizchi. U menga parvo qilmadi-ku. Shafu sendan so'rab boqay, ko'z nimishqa oldi tarafda bo'ladi. Men hozir mehrobga bormasam bilan tepishmoq o'ynaydigan vaqtim yo'q. Opa, sizga imtihon qog'ozini ko'rsatishdan burun sizga bir gapni demoqchi. Nimishqa ko'z oldi tarafda bo'ladi. Sening imtihon qog'ozingni ko'rish uchun tez chiqag'in. Gapimni sizmi anglamamsiz? Tugashdim-ku. O'tgan ishlarga eslolmay, uni o'tmish deb qarab, yana oldimizga qaraylik bo'lamdi. Sen gap qilishni bilsan. Sana nima bo'ldi? Nima davatsan? Arantasda ugunib kelgan hikmatli so'zni anglaydigan birmi odam chiqmadimi?
Şundaq təsirlik bolsa dep bakın hemen anlap bakay. Ha, meni dediysen əmisi dedim Cuma. Bizning ko'zimiz oldimizda bo'lg'ashqa, oldi qarab yashaymiz. Qandaq ta'sirlandingmi? Ta'sirlanmadingmi? Mening gapim hech kimni ta'sirlantirmadi. Taşın toxta, bundaq məyizlənmə. Başqalarını təsirləndirgən bolsa, bunu işlətkin. Təsirləndiriş mikrofonu. Bunun bilan gap qilsang, kishilarning qalasiga ta'sir qilib, anlaganlarning hammasi nayt ta'sirlanadi. Rosma, Taşın bayı sen nimi dedin? degining rostmi davatdiman. Adamni bek ta'sirlandirdigan yaxshi gapkan. Men bek ta'sirlandim. Aslida Taşın gap qilishga bek ustkan. Yaxshi bo'ldi. Men buning bilan boshqalarni ta'sirlantiraychi. Ha, bu bek qaltiskan. Sen yaxshikansan bolam. Bundaq yaxshi gaplarni qilding. Bu ishni kirib, dadangga hozirla aytay. U cho'qim xushal bo'ladi. Dadisi, Taşın mushundaq yaxshi gaplarni o'rganibdi. Bek yaxshi bo'ldi. Nima deysiz? Taşın hikmatli so'zlarni o'rganibdi. Nima deyapsiz? Men faqat tushunamadim-ku. Demoqchi Dodo, bo'ldim. apa men sirtqa chiqib ketdi. Opsi, Dadisi, o'g'limiz cho'ng bo'pti, opsi. u mushundaq yaxshi gaplarni qilishni o'rganibdi. Buning rostili unimi bor ekan. Endi kim ushchira? Buning ishqim ishlaydiganligini faqat o'ylamabdi. Men haqiqatan qaltiskan. Biroq har bir eg'iz gap qilsam, shunday ahvol bo'laversa, men chidayamog'dakman. Yaxshi yanchiqimni selib olay. Ey, xo'bodak, sana ta'sirlantiradigan gap qilib beraymi? Ha? Meni ta'sirlantirdiganmi? To'liq kulgimni keltirmay yo'qol. Shuni pranik bilan bog'lashayli. Ha, bo'ladi, bog'lasak bog'lashdik. Cho'qim qiziq bo'ladi, ha? Buni texmi ko'p odam anglasin. Ha, bo'ladi, odamlarni chiqishga men usta yig'ilinglar. Nima bo'ldi? Ha? Bizi chaqirib kelganlar. Ha, mundaq ish Taşın ishimiz pranik bilan bog'lashdik. Ko'pchilik qiziqmikan? Ha, bo'ldi, boshlandi. Bu mikrofon yo'qtirdi-ku. Chatoq bo'ldi. Qanday qilamading-ku? Deyishganimiz bo'yicha pranikni chiqar, tez bo'l. Praniklarga. Soda qayerga tushib qolgandi? Bu balning ovozi haqiqatan odamni bek ta'sirlantirdi ekan. U aslida bu mening narsam. Akal. Hey, nima bo'zaq qilgan qo'ysang, to'xta. Chilig'ichiligim qolmadi. Qarab turinglar, bu qatam ko'pchilikni ta'sirlantirmay qo'ymayman. Ko'pchilik, hammanglar qaytishinglar. Ne bo'lgandi? Hammanglarning ta'sirlanganlar yo'qmi? Taşın. Ular nim qilyotdi? Bağçının qishida faoliyat o'tkazibdi. Ham dağlıq naqshchilar bor ekan. Naqshchilar bormi ekan? U bek alqishga erishdi. Boshqalarning olqishiga erishgandagi hissiyat cho'qim yaxshi bo'ladi. Hozir ko'rinish elishni boshlaymiz. Siz ovu daraxtning qishiq berib naqsha ayting. Ma'qul afandim. 季節がいつの間にかNimishqa ko'pchilikning hammasi bunday hayajonlandi. Uni ayt shu naqshini yaxshi aytadi ekan-ku. Ha, to'g'ri. Men ta'sirlantirish mikrofonim bilan naqsha aytsam. Taşın imza qo'yib bergin. Taşın imza qo'yib bergin. O g'alit ish. Nimaga ilinib qolgandi? Olamadim-ku. Ben ta'sirlanib ketdim. Taşın imza qo'yib bergin.